O'rtoq boshliq, yangilik bor. Hazillashdimi? Oyimga ham tupurayapsan. Shunaqa tupurdim. Hammasiga tupurdim. Men Alloh yo'lida shahid bo'laman. Odam olib ketgani keldi. Aka, nima buncha vahima qilasiz? Bu yo'lda o'zim sizga yordam berishim mumkin. Agar siz Jahongir akadan biznes sirlarini o'rganib qo'ysangiz, Tolibbek boradilar. Tushunmadim. Aniqroq gapir. Bekor qilyapsan-da. Mansur bilan xayrlashadigan. Endi bizning mamlakatimiz islom davlati. Alloh. Hujjatlarni tashlang. Endi bu gaplarni keltirmang. Hammani o'zingga qaratib, nega torshim kiyib olding? Bundan keyin uzun ko'ylak kiyasan, boshingga ro'mol o'raysan. Meni tan mahramim bo'luvchi ayol shunday bo'lishi shart. Biz hokimiyatni egallaymiz. Sen hali terroristlarga qo'shildingmi? Ha, bilaman, yoshligingizda qiyinchilikda katta bo'lgan ekansiz, eshitdim. Ana ular. Shariat deydimi, jihod. Ha, yana hokimiyatni qo'lga olamiz deb ham aytdi. Mana bu yerda esa biz nomusdan olamiz. Biz sotqin. Nimalar bo'layotganini menga aytarsan? Bu yerda qandaydir diniy ekstremistik oqimga qo'shilib olib, endi esa vataniga, o'z yurtiga qarshi ishlar qilib yuribdi. Bu terrorist o'yin, eshityapsizmi? Terrorist! O'zbekistonda nazorat kuchli, chegarani qattiq qo'riqlashyapti. Qurolni olib o'tishning iloji bo'lmadi. Aka, menga aql o'rgatmang. Baqirma menga nonko'r. O'rtoq Safar. Siz Tez yordammi? Ha, ishdaman. Yo'limdan qoch deyapman senga. Onamiz bir ahvoldaligini, nima senga farqi yo'qmi? Aka, kofirlar qurbon bo'lishi shart. Urushmanglar. Ahmoqman. odamlarimizni ushlab ketishdi. Avtohalokatga uchrab halok bo'lgan. Nima qildi? Iya? Malika, maoshimdan oz-oz yetib boryapman. Keyingi xudo xolisi to'laymiz. Qachongacha qarashchi bo'lib yuribsiz? Kofirlar hokimiyatiga tupurdi. Demak, sen menga ham. Ishongan odaming aytilgan joyda tayyor tursin. Qurollar bozor yaqinida. Tezda borib, harakatingni boshla. Nasib bo'lsa, hokimiyat bizniki bo'ladi. Inshaalloh.